Dam olish uchun eng kam pul ketadigan joy. Bu Jizzax viloyatida joylashgan Xo'ja Mushkent ota ziyoratgohi. Bu yerni bilgan biladi. Qayerlardan odamlar kelmaydi deysiz. Bu yerda ham ziyorat qilasiz, ham toza, salqin havoda dam olib ketasiz. Kelganingizda yuqoridan soy oqib tushadi. Uning atrofida kravat va so'rilar joylashgan. O'zingizga ma'qulini tanlab joylashaverasiz. Narxiga kelsak, egasi bilan kelishib olaverasiz. 100 mingdan 300 minggacha. So'rilar idish-tovoq va ko'rpa to'shaklari bilan birga. Bu yerga kelishingizda bozorlik qilib olsangiz bo'ldi. Istasangiz ovqatni o'zingiz pishirishingiz yoki so'ri egalari tomonidan bor yo'q 30 ming so'mga tayyorlatishingiz mumkin. Bu yerni men ota-ona va farzandlaringiz bilan kelish mumkin bo'lgan eng yaxshi joy deb hisoblayman. So'riga joylashgach, masalliqlarni oshpazga berib, o'zingiz ziyorat uchun yuqoriga chiqib ketsangiz bo'ladi. Yo'l-yo'lakay ajoyib tabiat, toza havo, turli nomdagi buloqlar sizni kutib oladi. Bu yerda tabiiy sutdan tayyorlangan muzqaymoq, turli xildagi qurtlar va esdalik uchun buyumlar sotib olishingiz mumkin. Xo'ja Mushkent ota ziyoratgohini nima uchun odamlar tez-tez ziyorat qilishadi? U inson kim? Tarixi qanday? Bilganlar kommentariyada o'rtoqlashing. Dam olish va ziyorat mavsumi boshlangan. Ishonavering, bu yerning mahalliy aholisi nihoyatda mehmondo'st